Salom Kapot, xotirjam chaqiribsan. Salom qishloqqa Kapot qattanli bo'lib yeysanmi? Kapotmi? Shaharga doğru ish bilan. Shaharga ketdi degan. Nimaga o'zi chaqiruvding? Xullas, menga bitta vazifa bajaroqchi edi. To'g'ri, bitta narsa bajarish kerak edi. Men unga to'lirdim. Nima qanaqa vazifa? Balki men bajararman, balki men senga yordam berarman. Lekin bilmadim, bu sen yordam bera olasan bu narsaga, lekin qishloqqa. Mayli, taqob ber endi. Xullas, qara, ko'rgan momentda qishloqda turibdi, ko'rsan, menga qarab turibdi, bizani eshitib o'tiribdi. O'zi вообще qishloqni qo'yib ketgan edi. Menga qarab turibdi qishloqlar. Xullas, bizani qishloqda yashaydigan qishloqlar ham ko'payib ketgan turistlar. To'g'ri aytyapsan, lekin men 100% to'g'ri. O'shaning uchun mashlarni chiqazib qishloqni yopib qo'ygan. Nima qishloqni yopib qo'ygan? Qayoqqa yopib qo'yaman? Bilmadim, bir ikki hafta nima zanjirli qo'yasanmi, devorli qo'yasanmi, qishloqni yopib qo'ysang bo'ldi. Bular turistlar kelmasa bo'ldi. Hech kim qishloqqa kirgizmagan. Bo'ldi, hech kim qishloqqa kirgizmagan bo'lmasa yopib qo'yaman zanjirlar. Bo'pti, men bajariladi bo'lmasam, men senga bitta stak izumrud beraman. Agar bajarsan 2 haftaga yopib qo'yib bo'ldi. Bo'ldi, bir bajaramiz bo'lmasa, men ketdim, bo'lmasa janjirlar yopib qo'yaman, zanjirmi devorlar bilan ko'ramizda. Skladda qarab tur, balkim narsalar bordir. Bo'pti, bir bo'lmasa bajariladi, men ketdim. Ana menga bir vazifa berdi. Qishloqni yopib qo'ygan. Bo'ldi, bo'lmasa hozir skladga kelib ko'rlichil bor ekan. Вообще ko'payib ketdi, qishloqlarda ham ko'payib ketdi. Rostdan qishloqda yashaydigan qishloqlar ham ko'payib ketdi. Bo'ldi, qaniydi zanjir, bitta zanjir qaniydi? Iymon ekan zanjir. Namicha og'riyam bu, davay bo'lmasa qo'yib chiqamiz. Davay, hech kim qirg'izgan bu qishloqqa. Ana bo'ldi, davay. Charchab ketdim shu shaharda. Hammaga salom do'stlar, men otam Kampot, yangi joyga xush kelibsizlar do'stlar. Men aynan hozir shahardan kelyapman. Bitta ish bilan shaharga ketdim. Xullas, shaharda juda ham charchab ketasizlar. Mana bizning qishloq kichkina, lekin shahar juda ham kattaki, shunaqa charchab ketasizlar. Hozir mazza qilib uyda yotaman. Tushunmadim. Nima bu zanjirmi? To'xtanglar, ana meni uyimni ham o'rab olishdi, ko'zim ko'rinyapti. Menga charchaganimdan yo'q. Ayta qishloq turgan ekan. Qishloqqa tushunmadim, nima deb yozilgan bu yerda. Qishloqqa. Salom Kapot. Kamera qo'yayotgan bo'tda. Tushunmadim, nimaga bu yerda kamera qo'yolsan? Nima yopiq deb yozib tashlabsan bu yerda? Kapot, bo'tda yopiq hamma yo. Nimaga yopib qo'yding? Men tushunmayapman. Men shahardan kelyaptim. Kapot, bu endi bu qishloq 2 haftaga yopiq. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Tushunmadim, nimaga 2 haftaga yopib qo'yding? Bu deb yozsan, zanjirlar bilan o'rab tashlagansan. Qanaqa 2 haftaga yopib bo'ladi? Xullas, ko'rgan bo'lsang Kapot, bizning qishloqda turistlar ko'payib ketdi. Juda ham qishloqlar ko'payib ketdi. Boshqa qishloqdan kelib, bizning qishloqda aylanishgan. Uyga quryapti, shu haydab yubordim hammasini. Bir menga aytdi, o'zim xohlab yopmadim bu qishloqni. Mer aytdi menga. Nima mer aytdi degan? Ha, yaxshi. Ne kirmayapman bo'lmasam. Aytamaga Kapot 2 haftaga yopib bu qishloq. Xo'p, 2 haftaga yopib bo'lsa, men kiraman-ku, axir to'g'ri, men bu yerda yashayman-ku. Yo'q, Kapot, lekin sen ham qirg'izmayapsan. Hech kim qirg'izmadini. Men tushunmadim, men hech kim qirg'izmadini. Nimaga axir men bu qishloqda yashayman-ku? Yo'q, Kapot, lekin bilaman qo'shim, sen o'rtog'imsan, lekin qirg'izmayapsan, Kapot. Nimaga qirg'izmaysan? Tushunmadim. Kapot, menga aytdim, hech kim qirg'izmadini, hech kim qirg'izmayapti, Kapot, lekin 2 hafta qattiq yashayman bo'lmasam. Bilmadim, Kapot, 2 hafta qattiq yashaysan, lekin men buni bilmadim. Lekin sen qirg'izmayapsan, Kapot. Men qo'ygan yopmadim buni. Mer menga aytdi. Men hech kim qirg'izmadini bo'ldi. Xo'p, mer senga turistlarni qirg'izmadida, boshqa qishloqqa kelayotgan, boshqa qishloqdan kelayotgan qishloqlarni qirg'izmadida. Lekin bu qishloqda yashaydigan Kampotda qirg'izma demagandir. Endi do'stlar, aqlingdan ozganmisan. Qishloqqa nimaga meni qirg'izmagansan? Bitta gap yopishib olganda, mer hech kim qirg'izma, lekin boshqa qishloqlarni qirg'izma deganda-yu. Qanaqa qilib endi qishloqqa kiraman? Meni uyim mazza qilib yotgim kelyapti.
yerda u sal kichkina joy bor ekan. Balkim shu yerdan oshib tusharman, lekin bu yerdan oshib tusholmay, chunki bu yerda devorlar slishkom baland. Mana hozir mazza qilib yotgan bo'lardim. Yaxshi lekin yopib qo'yibdi, lekin boshqaning kirgizma demaganim emas. Axir, mayli do'stlar, bora qoling endi o'sha yoqqa. Endi ko'ryapman, ikkita blok turibdi, o'sha yerdan oshib tusharman. Balkim qishloq meni ko'rmaydi, lekin kameralar qo'yotdi. Hamma o'sha yoqqa kameralar qo'yotdi. Bu yoqqa mazza to'g'rimi do'stlar? Nimaga meni kirgizmayapti o'zim? Aqldan ozgan ekan rostran qishloqqa. Davay, hech kim ko'rmayapti. Nima qolsan? Kod qildim, nima qolsan? Kompot osplashima olsang, kimdir kiryapti. Kompot men yana kiryapsan o'tga. Aytolman-ku axir, nimaga meni kirgizmayapsan o'zim? Bir menga nima kirgizmadi, nima kirgizmayapti. Bo'ldi, kompot, bo'ldi, ketgan bo'tdan 2 hafta ko'chada yashab turgan, bilgan qattiq yashaysan 2 haftadan keyin bu qishloq ochib o'tiradi. Mazza qilib yashamoqchimiz, boshqa turistlarsiz. Axir men turist emasman-ku, bu qishloqqa kelmaganman-ku. Bu qishloqda yashayman, balkim gaplashaveramiz, izonot beraymi? Yo'q, kompot kerak emas, ba'mi bir menga beradi. Yangi telefon beraymi? Kerak baribir senga. Yangi telefon nima qilaman? Kerak emas, kompot gaplashamaymiz. Bo'ldi, ketgan kompot bo'tdan bo'ldi. Bu yoqqa kiramisan baribir. Bu siltaboman deb, baribir shu yoqqa kiraman deb qarab turgin deysan qishloqqa endi. Kiramisan, kompot kameralar hamma yoqda. Obbo do'stlar, eshitdilar nima deyotganini endi kirgizmayan gaplashsam bo'lyapti. Qanaqa ko'chada yashayman atiga 5 ta nom bilan 8 ta izomrotim qolgan ko'chada umuman yashamayman. Qaranglar joy kiroganda yana. Bo'ldi, kompot kirgizmaysan. Ey, mer, menga qarab vor, mer, qayerga ketyapsan? Gaplashib olaylik, mer, meni kirgizmayapti bu aqldan ozgan. Obbo mer, qayerga ketding? Obbo eshitmadi meni. Kompot, eshitmaysan mer. Bo'ldi, kompot ketgan bo'tda boshim ortolsan. Hali ko'rasan deysan, baribir kiraveraman o'sha yoqqa. Meni kirgizmayotganini qaranglar do'stlar. Nima qilaman endi do'stlar? Mandash kirka yodash bolg'ayo to'xtanglar. Menda bitta fikr paydo bo'ldi. Aytda mazza praf qo'ydim, benzin qo'yadigan o'ta benzin bilan sotishyotir. Hozir to'xtanglar, borib kelinglar. Xona do'stlar, men benzin olib kelman. Hozir kirib desa janjidan o'yinda turibdi, meni kutib, boshqalarni kutib kirmasligini qarab turibdi. Qo'riqlovchi yana aytadi, mana hozir kirib olaman dedi do'stlar. Sekin benzin bilan anu qishloqqa eshib qolmasa bo'ldi deyman. Davay zanjir xinam chiqatdi. Bu zanjir sekin hech kim ko'rmayaptimi? Yo'q, hech kim eshitmagan shekilli. Davay bor kuchingdan, hozir davay qaranglar tez simotdi. Kompot bu qolsan bo'tda. Benzin bilan ishlatyapsanmi? Tushunmadim, to'xtab turgan qishloqqa, to'xtab turgan xonam zanjir qatdimi? To'xtayapman, kompot senga nima qolsan o'tda? O'zingni eshitmayapman ko'rsan, nima ishlatyapsan? Otpashga men hozir qilolman, mana otpashga pistolet bilan. Nima qolsan o'zi qurol qayerdan olding? Devordan chiqqan qurol o'zim oldim. Davay kompot, shu otpashga seni hozir kompot. Jimgan qishloqqa nimaga unaqa qolsan? Unaqa Moskva axir. Kompot bo'ldi, kendi o'man to'g'richa senga tushunmadim, qishloqqa nima bo'lyapti? Nega o'tyapsan? Kimga o'tyapsan? Mana qarang, kompot kirgizgan bu qishloqqa. Tushunmadim, kompot kirgizgan, nimaga kirgizmayapsan? Axir ayting-ku, sen hech kim kirgizmadi deyku. Qishloqqa axir kompot bizning qishloqda yashaydi, nima kirgizmayapsan? To'g'ri, qishloqqa kirgizish kerak meni. Qishloqqa senga nima qilganim yo'q, axir boshqalar kirgizmadi dedim, lekin kompot bizning qishloqda yashaydi. Kompot bo'ldi, eshikdan kirib o'rgansan. Xo'p bo'ldi. Eshik qani endi bu yerda? Eshik qani qishloqqa tushunmadim, qo'ydi eshikni. Nima eshik qo'yish kerak bu yoqqa? Eshik qo'yganim yo'q bu yoqqa men. Nima tushunmadim, qishloqqa nimaga eshik qo'ymaysan? Qanaqa chiqib kiramiz bu yerda? Yana kompot kirgizmayapsan. Tushunmadim, nima qilsan qishloqqa? Bu o'zim qo'yaman degan qattandir. Do'stlar, mana bo'ldi, eshik qo'yib oldim. O'zim kompot bilan qishloqqa seni kirgizmayotganing uchun bo'ldi. Bu vazifani men senga topshiraman. Sen qo'riqlab turgan bu qishloqda 2 hafta hech kim kirgizmayap turgan. Axir men qo'riqlashim kerak edi. Izobotlarni bermaysan menga. Yo'q, senga bu bo'lib paydo bo'lyapti. Faqat senga izobotni senga beraman kompot. Bo'ldi, mer juda ham yaxshi. Bo'pti, sen ishlaringni o'rgan, men qo'riqlab turaman. Bo'pti, kompot. Qishloqqa davay. Kompot qilmagan kompot. Ana bo'ldi. Kompot, men bu yerda yashayman-ku, qo'shniman, axir kirgiz kompot. Yo'q, menga mer hech kim kirgizma dedi, hech kim kirgizgan. Kompot axir men qishloq
yo'qmi qirg'iz? Yo'q, menga hech kim qirg'izmidir, hech kim qirg'izmaganda, ana do'stlar, ko'rdinglarmi qilganimni? Ana bopladim qishloqini etdim-ku, baribir ko'rasan, usultov ham bu yoqqa kirishdi deb. Yaxshiyamki men eshib qoldi deb. Yaxshiyamki men qishloqqa pistolet, qurol otayotganda, eshib qoldi menga otayotganda. Eshitmagan nima bo'lardi? 2 hafta ko'chada yashardim men, do'stlar. Mana bo'ldi, o'zi qaranglar nima qotganda, ya'ni turibdi, meni qirg'ishimni kutab. Baribir qirg'izmayman sana. Kapot iltimos, balkim gaplashaverarmisan, izimni beraymi senga? Qanaqa izumrud? Men bilan gaplashmoqchimisan? Yo'q, hech qanaqa izumrud kerak emas. Menga mer izumrud beradi. Kapot unaqa qilmagin, qattiq uxlayman deyman, iltimos qirg'izga. Qattiq uxlayman deysanmi? Hozir to'xtab turgin. Askaratini olaman deyman, nima ish kelyapti uxlaysan? Hazillashyapsanmi Kapot? Hazillashyapman. Bo'ldi, 2 hafta ko'chada yashaysan endi. Do'stlar, ana bo'ldi, bopladimi? Bo'pti, o'misi qishloqqa butun qishloqni yopib qo'yibdi, lekin like bosishni unutmang, chiqmasa hammaga xayr hisob bo'linglar.